Siz bilarmidingiz? Uzparking o'yinida shunaqa joy borligini? Qani ketdik, bugungi videoda shuni ko'rib chiqamiz. Hammaga assalomu alaykum bular. Qani videoni ko'p cho'zmasdan, ko'p gapirmasdan, davay mana shuni ko'rib chiqamiz. Qani go ketdik. Avvalambor biz mashina tanlashdan boshlaymiz. Qaysi mashinani olamiz endi bolalar? Короче, menda bolalar hamma mashina ochilgan 100%. Xullas, BMW bo'lmaydi. Taxo olamiz, bola Taxo. Taxo normalniy variant. Tungi shaharga kiramiz. Bolalar ko'pchilik o'yin 8% da qotib qolyapti deb so'rashadi. Hamma kommentda o'qiyapman mana shunaqa o'yin Uzparking o'yinidagi. Bolalar 2 daqiqa kutsanglar hammasi cho'tka bo'lib ketadi. 2 daqiqa kutasizlar xolos bolalar. Qani orqadan borsa ham bo'lardi. Menga bu taraf nima qulay bo'lgani uchun shu tarafdan yuraman ma'qullas. Короче, qarab turinglar bolalar. 100% mana shu joy aniq bor mana shu o'yinda. Mana bolalar o'sha Instagramda trendga aylangan uyning yonidan o'tib ketdi. Hozir to'xtashga vaqtim yo'q, chunki video cho'zilib ketadi. 3 minut bo'lsa Instagram 3 minutdan uyog'iga video qo'yishga cheklov qo'yib qo'ygan bilsanglar bolalar. Mana shu Takansa ketasizlar, oxiriga kelasizlar, bu yoqqa chap tarafga yana bitta ko'cha bor. O'sha ko'chaga kirasizlar. Undan ham Takansa ketasizlar. Mana shunaqa движокmi nimadir chiqadi xullas. Va mana kamerani to'g'rilab oling. Mana shu yerda движокmi, mana bu nima chiqindixonami nimadir xullas. Shunda o'tsanglar, mana bu yerda bitta tarsandiq Spark avtomashinasi yotibdi. Mana bolalar. Tarsandiq Spark avtomashinasi. Mana. Oldi uncha ko'rinmas ekan, mayli. Orqaga qaytamiz endi, migalkani yo'q qilamiz. Mana bolalar hammalar tushuninglar degan bittaman adresni ko'rib oldinglar. Hammalarga xayr, sog' salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha.